Ishga qarang. Murod! Ha, Kelin uydami? nima desang kelding? Shu to'q so'yaylik. Nima ustimdan kulsa kelding meni? Nimaga kulaman? Hay mahallada bittasi ana xotining qassob. Endi ishim tushyapti. Xotin, Ha? senga xiyonat qilsam nima qilasan? Chopaman. Yangam qayerdalar? Nima ishing bu? Yaqinda to'yimga uylanaman, shunga mol so'ydiradilar demoqchi edim-da. Ey, nima hammangdan? Kulsa kelasanmi? Oxirgi o'zingiz so'yib bering bo'lmasa. Ondan qo'rqaman. Chaqirishimda. Dilnoza, qaragan mol so'yish kerak. Xotin, men jonima tegdi. Ayol kishiga yarashadigan ish qilsang-da, O'z qiling ha, mujik. men qondan qo'rqaman. Bilaman. Shu uchun o'zim qilyapman-da. Kelin vaqti bormi? Vaqtga nima ishing bor? Bachama sunnat to'y qilib o'tirgandim. Hay, mol so'yish kerakmi? Yo'q, sunnat qilish kerak. Jonbek, ket. Ket hozir, ket. Ket hozir o'zing sunnat qilaman, ket.